Kamaga kanalimiz a'zolari, mehmonlariga mana xudo xolasa bitta liniyamizni yurg'izdik. Bu liniyani videosini atdenni oldim. Avtomat reskani ishlash jarayonini ko'rsataman. Bitta hozir g'ish quyilganni kesishga tayyor emas. Mana avtomat reskamizda xudo xolasa bitta knopka bosilsa ishga tushib, mana shu holatda mana ishlashi o'zi tushyapti pastga sekin. Tushib qaytib chiqib ketadi xudo xolasa. Mana shu holatda g'ishtlarni kesishga mo'ljallangan mana. Bitta 2 minut, 2,5 minutda kesib tayyorlab bo'ladi. O'shdi, o'zi qaytib chiqib ketadi. Mana shu holatda o'zi avtonom ishlar hech kim boshqarish shart emas, o'zini pulchatirlar hamma yoq qo'yilgan. Kimga mana shunaqangi avtomat reskalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, qo'ldan kelgancha tayyorlab, ustanovkaga yurg'izib beramiz. Hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.